Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan elektron raqamli imzo olishni o'rganamiz. Buning uchun e-imzoning saytiga kiramiz. So'ngra elektron kalish olish tugmasiga bossak, bizni avtomatik tarzda ariza shaklini to'ldirish joyiga yo'naltiradi. Demak, bu yerda biz pasportimizdagi 14 talik raqam, ya'ni JSHIRni yozamiz. So'ngra esa istalgan o'zimizni nomida bo'lmagan bo'lsa ham bo'ladi. Raqam yozishimiz kerak, telefon raqam. Sababi bu raqamga kod boradi va o'sha yaratgan imzoyimiz ham mana shu raqamga bog'langan bo'ladi. Keyingi qadamni bosamiz. Bizga tasdiqlash kodi jo'natiladi boyagi raqamimizga. Tasdiqlash kodini kiritamiz. Demak, bizda elektron raqamli imzo uchun to'lov bor, 26.250 so'm. Buni to'lov qilishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun bizga Click Payme yoki UPay kerak bo'ladi. Biz Clickni tanlaymiz. Clickda chunki osonroq. Clickda o'zimizni akkauntimiz nomeri yoziladi va avtomatik o'sha telefoningizdagi Click App ilovasiga o'zi shot jo'natiladi. Shotni tasdiqlab olsangiz bo'ldi. Biz hozir telefondan shotni tasdiqlab olamiz hozir to'lovni. Hamda tekshirib ko'ramiz. Mana to'lov bo'ldi. Bu yerda obnoyat ko'rsak, yangilanganimiz mana to'lov ko'rinadi. Demak, imtiyozlar punktida imtiyozlar tanlasak ham bo'ladi. Bizda hech qanday imtiyoz yo'q. Ya'ni ayollar daftarida turgan, temir daftarida turganlar, nogironligi bo'lganlar o'sha imtiyozdan foydalansa bo'ladi. Demak, 8 talik parol kiritamiz. 8 tadan kam bo'lmasligi kerak. Galochkani bosib, QR kod shakllantirishga bosamiz. Demak, QR kod shakllantirganimizdan keyin biz My Soliq platformasiga o'tamiz, telefon orqali albatta. U yerda akkauntimizga kirgan holatda, ya'ni verifikatsiyadan o'tib, bu QR kodni skanerlashimiz kerak bo'ladi. Demak, telefondagi amallarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'sha My Soliq platformasiga kirganda oxirida e-imzo tugmasi chiqadi va skanerlash tugmasi bor. O'sha skanerlash tugmasini bosganda, shunda skanerlangandan keyin bu yerda avtomatik tarzda akoshka paydo bo'ladi. Ya'ni yuzni ham skanerlash kerak bo'ladi. Yuz skanerlangandan keyin bizda oknoda mana Face ID orqali tasdiqlandi degan yozuv paydo bo'ladi. Demak, tasdiqlangandan so'ng biz kalit yaratish tugmasiga bosamiz hamda boyagi tergan parolimizni shu yerga kiritamiz. Bu parolni 2 marta kiritishimizga to'g'ri keladi, chunki tartibi shunday o'zgargan. Avvallari biz zaявка jo'natganimizda pasport bilan tushgan rasmlar jo'natilardi va bir kuncha kutilardi. Hozir unday emas. Hozir mana shu UID skanerlangandan so'ng kalit mana momental darajada aktivlashadi. Sirazu o'sha zahoti kalitdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Mana kalitimiz muvaffaqiyatli yaraldi. Kalitimiz esa C diskning DS Case degan papkasida hosil bo'ladi.